Bu hadislar sahihmi? Savol. Assalomu alaykum. Azan anglaganda ikki barmoqi bilan ko'zini silash haqidagi bu hadislar sahihmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdu sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bu hadislarning hech biri sahih emas. Hammasining asli yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ishonchli raviylar orqali tutashmagan. Shunga Imom Saxoviy, Molla Ali Qari, Imom Ajaluni va Imom Shavkani qatorliq muhaddislar faqatla kishilar og'zida aytilib kelayotgan yolg'on yovdoq, to'qilma, asli yo'q hadislarni to'plab boshqalarga uning yolg'onligini bildirish uchunla maxsus tuzgan kitoblarida buni siz keltirgandek bayon qilib sahih emas degan. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 14-numurliq fatvo.